Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İsmim Said Abdulatif Hashimiy, Afg'onistondan bo'laman. Albatta bu hajimiz avvalambor haj edi. Alloh Taolo nasib qildi bu hajni bizga. Shuurim bu hajda va shuurim xosatan talabalar Islomiy universitetida juda chiroyli edi. Birda haj qildik va ma'rifat topdik. Ba'zi kishvarlarda va ba'zi manotiqlarda haqiqatan yaxshi bir ruhoniy fazo edi, iymoniy fazo edi. Hajimizda behtarin va yaxshi holatda ado qildik va ijro qildik. İnson agar hajini mutobiq sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar anjom bersa va ado qilsa haqiqatan yuraklar orom bo'ladi va keyin rohati qalbi keladi. Va shu uchun bizlar juda ko'shish qilaylikki shu hajimiz yaxshi shaklda ado bo'lsin. Va xeyli do'stlar bilan, har kishvarlar bilan ma'rifat topdik va ado qildik ibodatimizni. Hozir bizda yaxshi ro'zamizki yom tashrikdamiz va Alloh taolo bu hajimizni, bu ibodatimizni va toatimizni dargosida qabul qilsin. Va hamchinon do'stlar, birodarlarda ham ibodatlaridan, toatlarini dargosida qabul qilsin. Tashakkur qilaman va rahmat. Assalomu alaykum. Maşallah. Teşekkür.